Qani edi dasturxonlarimizda doim likopchada tuz turganda dasturxonlarimiz barakali bo'lardi. Qani edi doim taomdan oldin va keyin tuz iste'mol qilishlikni odat qilganimizda edi 70 xildan ortiq kasalliklarimiz bartaraf bo'lardi. Bu darajada kasalliklar ko'paymas edi. Chunki dasturxonda doim tuz turishligi barakotli bo'ladi va kasalliklarga shifo bo'ladi. Nimaga? Chunki eskilardan bizga ma'lumki, doim dasturxonlarda taomdan oldin va keyin tuz iste'mol qilishlikni odat qilishgan. Dasturxonga qachon o'tirishsa, qo'llarini tuzga tegizishgan va shu ilashib chiqqan tuzni iste'mol qilishgan. Taomdan keyin ham xuddi shunday. Mana shulardan eng kattasi jinnilik va xotirani susayishligiga juda ham zo'r shifo ekan. Ya'ni 70 xil turdagi kasallikka shifo. Shuni odat qilinglar, odat qilaylik va mana shuni ilingan odamlaringizga ulashib qo'ying. Bu juda ham zo'r narsa.